20-asrning ikkinchi yarmidagi o'zbek adabiyoti rivojida O'lmas Umarbekov o'ziga xos munosib o'rin egallagan. Asarlari orqali insoniylikni anglashga, ularning ichki dunyosini, his-tuyg'ularini tasvirlashga intilgan. Odam bo'lish qiyin romanida Abdulla, Gulchehra, Sayyora, Qosim va Samad kabi maktabni endigina bitirgan katta hayot ostonasida turgan turfa toifadagi o'smirlarning orzular olami, iztirobli muhabbati, sadoqat, xiyonat kabi hislari va murakkab munosabatlari samimiy yoritib berilgan. Shuhratparastlik, boylikka kerakdan ortiq intilish sababli ko'pchilik insonlar qabih ishlarga qo'l uradi. Insonlarning baxtsizliklariga, dilxiraliklariga sabab bo'ladi. Bunga boshqalar taqdirini o'z maqsadiga yetishish yo'lida barbod qilgan Abdulla va qishloqning aqlli va go'zal qizi Gulchehra timsollari orqali yana bir bor bilish mumkin. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Ushbu oltinga teng so'zni aslo inkor etib bo'lmaydi. Hamma ham olim bo'lishi mumkin, ammo u nomga loyiq bo'lib yashashni hamma ham uddalay olmaydi. O'lmas Umarbekovning asarlarida hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi va hozirgi kunda ham bu kabi xatolar uchrab turishi sabab bugungi kunda ham kitobxonlar orasida o'z o'rnini yo'qotmagan.